Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Tövəndə huzurlarda Qızlarga 100 nəsihət namlıq əsərinin davamı anlatıldı. Qızlarga 100 nəsihət. 21-ci nəsihət. Ey qızım, sözləş yolu egiz-bəz və xavflik bo'lib, ko'p xatarlar uchraydi. O'ylamay, fikirlamay turib birər so'zni izharlashqa lavni oshmaslik kerakki, o'ylamay aytilgan so'z ko'plagan boshlarni o'lim javgonining to'pisiga aylantirgan. Jonning xazinasini savolliq va nuqson qimoriga utqizgan. So'zlashda bir necha qoida bor bo'lib, ularning har biriga rioya qilmoq lozim. Birinchisi shuki, sababsizlik va bemahallik kiliti bilan so'zlashish qulupni oshmaslik kerakki, garchi so'z go'hri to'g'ri va aniq bo'lsa-mu, bevaqt va o'rinsiz aytilsa, idrok bozorining go'harshunoslari va qoida bilguvchilari nazarida e'tibordan chetga qoladi va hech kim uni anglashga rag'bat qilmaydi. 22-ci nəsihət. Ey qızım, yadında bo'lsinki, turmushda pul degan haqiqatan to'limi qimmatlik va qadrlik narsa. Pul bo'lmasa, hayotda bahramand bo'lishga tegishli nurg'un narsalardan mahrum qoladigan gap. Lekin odamning oltin kumush oldida o'zini tuta olishi, pulga asir bo'lib o'zini bulg'amasligi buningdan necha hassa qadrlikdir. Özünü pul qapqinidan aman saqlay olgan odamlar haqiqiy qadr-qimmatga erisha oladi. Undaq chin durust odamni ko'zga sursimi arziydi. Pul top, lekin pulning asiri bo'lib qolma. Pul degan asizmi qiladi, xormi qiladi. Pul uchun imonni, vijdonni bulg'ab, insoniy fazilatni yerga urish xorliq degan shu. 23-ci nəsihət. Ey qızım, bilingki, güzel axloqni o'ziga yor qilgan, haya, nomus chumbardisiga cho'mkalgan, livan, yaxshi xo'yliq, iffat go'hrini chin saqlagan, fazilat g'unchisini yuragida ichildira olgan, sipoya, qoida usulliq, jalbkor, sepi o'zidan haqiqiy uyg'ur qiziga xos xislatni yetildirgan bo'lsangiz, maktabda o'qitgan bo'lsangiz, maktabdagi savodoshlaringizning, o'qituvchilaringizning sizga chin yuragidan ichi ko'ymay qolmaydi. Agar siz kasbiy o'rinlarda ishlab qolgan bo'lsangiz-mu, atrofingizdagi har qanday odamning sizga qoyilligidan ichi ko'ymay qolmaydi. Shunda siz o'zingizning haqiqiy jalb qilish kuchingizni his qilasiz va uning turkisida hamma odam hurmatlaydigan shaxsga aylanasiz. 24-ci nəsihət. Ey qızım, ig'ir besiqlikni xuddi bir go'har desak, muloyimlik boshqa kondan ilingan madandir. Bular orqali sen shoh bilan gadoyni o'zingga itoat qildira olaysan. Ochiq chiroy, axloqliq bo'lish kishini odamlar orasidagi ziddiyatlardan, ozorchilik va fitna fasodlardan xoli qiladi. Muloyim va adablik bo'lish inson vujudining mevalik beg'idir. Odamlik teg'ining ichidagi qimmatlik yer osti boyliqlar bilan to'lgan zar konidir. Bu konning boyliqlari cheksizki qizib-mu tugatgili bo'lmas. Onunda çiçekligen meyvelerinin hoş hidi bütkül yer cahonni daim illetip durgay. 25-ci nəsihət. Ey qızım, dünyanın qanun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikqa yaxshilik qiladi, bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning yaxshi nomi bilan jini chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomliq yodlanadi. O'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot boshlagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. 26-ci nəsihət. Ey qızım, bilim bilan jasorat unutilmasdir. Demak, ular seni unutilmas qilib qo'ya oladi. Sen qanday bilim egallagan bo'lsang, shunday odam bo'lasan. Haqiqiy aql-farosatga ega bo'lsang, xohlaganingcha ish qila oladigan bo'lsan. Hech nimadan xabari yo'qlar o'zini qorong'i dunyoga qamab qo'ygan bilan baravar.
Jismoniy qudrat va aqliy qobiliyat go'yo ikki qo'l va ikki ko'zga o'xshaydi. Farosatlik, ammo jasoratsiz bo'lganlarning farosati meva bermaydi. 27 nasihat. Ay qizim, buni 10 go'zal xislat odamga baxt qut keltiradi. Hayo, muruvvat, sadoqat, tavazu, amgak, sehiylik, nomus, omonatga xiyonat qilmaslik, adolat, muloyimlik va shijoatdir. Buni 10 yomon xislat odamni baxtsizlik, falokatga so'raydi. Hasad, adovat, bexillik, takabburlik, yolg'onchilik, munofiqlik, chiqimchilik, xiyonat, johillik va g'ururlikdir. Kimning himmati ustun bo'lsa, shuning qadr-qimmatimi ustun bo'lg'usi. Birov adab o'rgatsa, o'rganmagan kishi hayvon. O'zri so'rasa, qabul qilmagan kishi shaytondir. 28 nasihat. Ay qizim, aytgan so'zdan yanmaydigan, va'dasida turadigan odam bugun so'zlagan so'zidan ertasi kuni tinib olmaydi. Va'dasida ching turadi. Kishi va'da qilib qilgan va'dasini amalga oshirsa, va'dasiga vafo qilsa, xalqning uniga ishonchi oshadi. Va'daning ofati va'dasiga vafo qilmaslik va uni sababsiz kechiktirib ijro qilishdir. Va'daning vaqti o'tib, va'da qilguvchi boshqalarga ma'qul bo'lgudek biror sabab ko'rsatilmasa, kishilar uningdan va'da talab qilmaydigan, va'da bersimi va'dasiga ishonmaydigan va uningga biror narsa bermaydigan bo'lib qoladi. Shunlashqa bergan va'dasiga vafo qilish chin insonlik xislatidir. 29 nasihat. Ay qizim, insonlar uchun hayo intayin sharafli bir xislat va ulug'vor axloqdir. Hayo odamzod jamiyatining go'zal va tartibli bo'lishi uchun muhim bir shartdir. Hayodan iborat bu axloq kishilar orasida yo'qolib ketsa, kishidan so'z va harakatda uyalmaydigan bo'lib qolsa, olamning nizom buziladi. Xalqaro isl rasmiyatlar yo'qoladi. Maishat amallig'iga zo'r balolar tug'iladi. Kishilar bir-birining haqida diyonat va sadoqat saqlamaydigan bo'lib qoladi. Kuchuklar ojizlarni talab vayron qiladi. Hayo kishilarni nachar axloq va qiliqlardan chetga tortadigan tabiiy kuchdir. Insonga hayodan to'liq foyda va manfaat bordir. Yaxshi xuy axloq mevasi hayoning suyi va optipidan parvish topmasa to'liq pishalmaydi. 30 nasihat. Ay qizim, hukmala xushxo'ylikning belgisi 10 xil bo'ladi deydi. Birinchi, yaxshi ish to'g'risida kishilarga muxolifatchilik qilmaslik. Ikkinchi, o'z nafsidan, o'zligidan insof ko'rsatish. Uchinchi, kishilarning aybini izlamaslik. To'rtinchi, kishilardan noloyiq ishlar sodir bo'lsa, uni yaxshilikqa silish. Beshinchi, gunohkor gunohidan uzr aytib kelsa, qabul qilish. Oltinchi, hojatmandlarning hojatini hal qilish. Yettinchi, kishilarning xizmati uchun mushaqqat tortish. 8. O'z nafsini ko'zlamaslik. 9. Boshqa kishilarga chehradan mehrini ko'rsatish. 10. Kishilarga yaxshi so'z qilish. Hurmatli anglag'uvchilar, bugungi anglitishimiz mushara oxirlashdi. Erta davomli qo'zg'olonlarda bo'ladi.